davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Sen kim bo'lganliging va qanday fikr qilganliging sababli hozirgi turmushingda ba'zi narsalarga erishilmay qolgan. Demakchi o'g'lim, sen davomlashtirish uchun cho'qim bir sabab tepishing kerak. Sababini tepib qolgan chig'ingdala, ondan vujudingda orzu-armonlaringni amalga oshira olgudek kuch-qudrating borligini tanib yetsan. Har bir inson o'z turmushidan qiyinchiliklarni yengishga turtki bo'la oladigan ma'lum narsalarni topa oladi. Faqat o bilan mahkam bog'lasizlar. Qiyinchiliklarni yengin. Uni jang e'lon qil. Jabri jafo va kulfatlar hamma odamning beshiga keladi. Faqat qaysar kishilar bulardan omon qola oladi. Qo'lqonni ding tutib angla. Sen hozir turmushingda to'salg'ular bilan tirkishyapsan. Amaliyot bo'lsa ular seni turmushning yana bir yuqori pallasiga olib chiqmoqchi. Sen qiynalyoapsan, tirkishyapsan, boshqalar oldida o'z turmushingdan og'rinyapsan. Lekin seni tavlab turmushingni texim yuksaklikka ko'taradigan narsalarning dal mushu o'ng'ushsizlik va kulfatlar ekanligini tushunalidingmi yo'q? Navbat sen qoltis odam bo'lay desang, cho'qim qo'rqinch va mag'lubiyatlarga ko'nishing kerak. Ularni do'st tutishing kerak. Chunki dal shular turmush istirilkisini olg'i siljitidi. Lekin kishilar muvaffaqiyat qozonganlarning muvaffaqiyat qozonishidagi sabab ularning tirishqonligi ekanligini, ular har kuni to'xtamay tirishqashqilar haqdan farqli bo'la olganligini unutib kelishdi. Muvaffaqiyat issiq sovuqni, baldur yoki keyin turg'uningni, arg'on harmag'ingni ko'maydi. Faqat tirishqon, tirishmaganligingni ko'radi. Boshqalar sen erishmoqchi bo'lganlarga erishish uchun harakat qilayotgan chog'da sen bekor yurding. Asli hayotdagi har bir fursat sening eng oxirgi fursating edi. Sen faqat eg'izingda qo'lga keltirman desang hisob emas. Videoni ko'rgandan keyin erishmoqchi bo'lganlarimga oson erishman deyish kichik bolalarga yarashadi. Lekin hozir harakat o'tadigan vaqting keldi. Quyosh ko'tarilganda barliq kitoblaringni va barliq lentalaringni ilib, butun kuching bilan harakat o'tadigan vaqting bo'ldi. Navada qilayotganingni qilmoq oson bo'lsa, hamma odam shuni qilgan bo'ladi. Turmush seni mag'lub bo'lding degan chog'da sen cho'qim qaddingni ruslab, o'rnidan dast turib, uning xatolashganligini isbotlab berishing kerak. Qor bo'randimi davomlashtiraman. O'ng'ushsizlik uchirgan chegimdimi irodamdan yonbayman. Mayli qandoqli qiyinchilik uchirmay, men yanada qilaman. Men qilaman. Davomlashtiraman. Haqiqiy azimatlarning erishmoqchi o'g'ini medal emas. Ularga haqiqiy kerak bo'lgani kurash qilish. Mana bu ularning hayotining ma'nosi. Ular faqat kurash qilish uchun yashaydi. Kurash ularning borligi.